Hem de şu nöbetdeki mevcut İsrail, Amerika, İran bu uruş hakkındaki bazı normal bir mülahize. Ama bu sual deyilimiz bu şer'i ko'rsatmamiz. Yuqori chiqishi shar'iy ko'rsatma. Xo'sh. Ishkilesininki asoslari va delillari va kallamizni aniq bo'lish lozim. Ammo bugun bo'layotgan bu urushdagi masala bu tahlil. Bir shaxsiy tasavvur, shaxsiy ko'z qarash buni bu shaklda tushunish lozim. Balki meniki ko'z qarashim to'g'ri chiqishi mumkin, to'g'ri chiqmasligi mumkin. Balki boshqasidan to'g'ri chiqishi mumkin. Bu masalada hammasi o'z odam o'zininki aqliy tasavvuri, imkoniyati, iqtidori qarta o'tirib qo'ydigan masala. Endi bu urush bir oydan ortiq davomlashgan urushningki davomlashgandan keyin yaqinda her ishkili taraf urush to'xtatamiz deb, garchi uni davomlashtirib, u tarafi Allohu a'lam. Her ishkili taraf urush g'alaba qilganligini jakadi, tantana qilishdi. Xo'sh. Bu bir tarafdan qarshi yaxshi. Chunki bir taraf mag'lub bo'lganligini bo'lib qolsa, uning to'laysan deb nurg'on yana ishninki davomi so'rilib chiqadi. Lekin biz ham bu masalaga qisqacha shaxsiy bir analiz bilan qarab baqadigan bo'lsak, birinchi bu urush qanday boshlandi? Amerika bu urushga Isroiliyaninki Epstein rasvochiligini bahona qilish orqali so'rab kelgan bir urush ekanligini aqli bor insonninki yoki siyosiy hayotni tushungan insonning ko'pincha biladigan bir haqiqat. Amerika bu urushga Isroilninki qisitishi bilan kirdi. Bo'lmasa Alloh burun buni o'zi boshlab bitirib qilib qoldi. 5-6 yildan so'rab yurmaydi. Bo'lmasa. Amerika bu İran bilan bo'lgan to'qinishda g'alaba qila oldimiz, g'alaba qilamiz. Nimaga erishdi desa, erishgan bir narsa yo'q. Gerçi saatlab o'zgargan bir bahonalar hisob qilgancha erishgan bir narsa yo'q. Amerika bu qatim o'ziga yarashmaydigan bir ishni qilganlik uchun, Xo'sh. bu ishni bir qatim emas, 20 yildan beri qilyapti islom dunyosida. Yevropa ittifoqidagi o'zining ittifoqdoshlarini bu urushga ergashtirib egirilmedi. Yalnız kaldı. Amerika o'zininki bir cho'ng bir davlat, men dunyoning saqchisi deb qaragan, da'vo qilayotgan bir cho'ng bir davlat bo'lishibdi bilan Afg'onistonga hujum qilib nurg'un peshvo edi. Iqtisodiyotdan trillion yaqin ziyon tortdi. Iroqni ishg'ol qilib, kichik bir davlatlarga mushatib, u yerdami chiqdi, u yerdami o'zini to'kdi. Bu 3-qatimliq patqaqdi. Demek bir çoğun devletine nispeten bu küçük balık okşayıp bir devletlik muş etişinin özü bu çoğun devletinin ki nimisini düşürüp koydu. Heyetinin itibarını düşürdü. Xo'sh. Bu katim Avrupa ittifaklaşlarını bu uğraşka söyleyip ekirenmedi. Yalnız kaldı. Özden itibarını düşürüp aldı. Sen nimi sebepten hücum kıldın, nimi sebepten tecavüz kıldın, bombardıman kıldın degende bir yerde bugünkü insanlar zalim kim, mazlum kim? Kim yolsuzluk kılıbatıdı diye bu meseleni, hatta Amerikalıkның özüden tahtı bu meselelerini, tahlillerini oturup koyardı. Xo'sh. Avrupa'da köydük bunun kendiminde. Onun da sırt Amerika'ya nurgun kurallarını ziyan tahtı, iqtisadi jihatdan ağır derecede ziyan kuşkadı. Demek netice eriştirmez, netice girmedi. Bu boğazını açtı dedi. Bu boğaz burundan tahtı, uçuk bir boğaz bu. 100 yıldan takarlık emas, zaten o çıktı. Bu vaktince urushdan Müslüman qilganini açtık deb g'alaba qilib ko'rsatdi. Buni bilan to'xtamasdan Arab qo'ltiq rayon deb atalgan 5-6 davlatlar bor. Bular o'zlarini himoya qilish uchun Amerikaga nurg'un milliard mablag' sarfladi. Saudiya, Qatar, Kuveyt va bir nechalar. Qo'q deyolmaydi Amerika mı? Demak, bu yerda Amerika bu davlatlarga qarta o'zininki ishonchni yo'qotqizib qo'ydi. Necha vaqtdan ular milliard pul desam, hatta 500 milliard chiqarsan desam, ba'di nimishqa bizni qo'g'daydi deb. Bu qatim u obro'yiga dazg yetkazibdi o'zi. Ta'sir yo'q. Bunday ekan u pulga erishmamdi, yoki u ishonmamdi, hatto bu emas, boshqa birisimi biz har qancha qilsak, ya'ni bizni qilmay o'zini qilgan deydigan o'zining nimasini tushirdi. Bu reallikmi, reallik. Yana bir tarafdan qarag'an vaqtida bu kona nimada hozir emas, burun tatib men mayda qaraydim. Bu Amerikaniki İranni burundan tatib betaraf qilish undaq planim yo'q meningki tasavvurimda. Nimish qarasa, Amerika uzun zamandan beri İranni bo'bish ko'zdi. Mush Arab qo'ltiqi davlatlarni besib kelaglik, o'ziga tava qilib ergashtiraglik.
Bu reallıqımız reallık. Biz olmay qap qalsaq İranlıq sistemasi yötedi de. Bu töləb atqan pul ya İsraildən qoğdaş yoki İrandan qoğdaşdı. İkisini böbö qilib nurg'un pul aldı. İranni böbö qilib bu Arab qo'ltiqidagi davlatlar hammasini o'ziga tava qilib ergashtirdi. Shu vaqtimizda İranni bu Arab dunyosini parchalashda ajoyib foydalandi. Belki ba'zanlar voy Amerikalar İran davomli to'qinishayotgan, urushayotgan, tilishayotgan, mushtlashayotgan deb deyish mumkin. To'g'ri, ustalning ustiga qarasa hiylalamni nishani. Ammo ustalning tagida bor ishlarni jiqlari tasavvur qilinmaydi. Mesela en addisi Obama zamanı qarasa, Obama zamanında İran ajoyib ittifoqlashganlik. Uning hamkorligini shu kon tarix qarsaqlan bilalaymiz. Ham Amerika Iroqni ishg'ol qilgan vaqtida, kirgan vaqtida İrandan Şialar kimning tankisiga kirib İranni ishg'ol qilib oldi? Amerikaning tankisiga minib kirib ishg'ol qildi. Siyosiy hokimiyatni Amerika ishg'ol qilgan bo'lsa, ammo jamiyatni İran Şialar tashlab qo'yadi, parchalashdi. Bu realligimiz real. Hatto Afg'onistonni hujum qilishda bu İranlikninki Amerika bilan bo'lgan ittifoqlashuv bu oshkor. Zaten bunun kon tarix qarsak mujiq. Humayni İran kelgan vaqtida Parijninki, Fransiyaniki aeroportni bilan keleglar pushurib, pilallarning hammasini pushurga Parij. Biz o konu tarixga kirmaymiz. Vaqaliklar bu. Shu bu tarafdan bu İslam dünyasını bölediğen, parçalaydigan, böbököz her zaman faydalanadigan bunda bir kuchni Amerika hergizmi aldırab, tamamen onunki hizmet tugmasa, onu yo'qotishga urinmaydi. Gerçi o cho'ng kuchlar faydalanib bo'lib, vaqt kelgan chaqda cho'ridaga kep qolmasa. Belki manfaat to'qinishi bilan kelgan bo'lsin. Bu nuqtani bir asosiy foydali. Bu birinchi masala bo'ladi. Ikkinchi masala İran g'alaba qildik deb tabriklab tantana qildi. Bu bir qiziq. İran nimada g'alaba qildi? Nurg'un ziyon tortdi. Har tarafda ziyon tortdi. Liderlarni, raislarni, istixborotning cho'nglarini, harbiyning cho'nglarini, qurol yaroqlarini nurg'un taraf ziyon tortdi. İran biz mustahkam turalidik degan. Buning bilan tantana qilsa, bu haq. Lekin g'alaba qildi. Nimadan g'alaba qildi? Sen nimaga erishdi? Erishmadi. Xuddi Amerika erishmaganda bu İran erishmaydi. İranning bo'g'ini İran o'zininki nazariyasida, o'zininki urushda mustahkam turishi bilan o'zining mavjudligini, sistemasini va siyosiy hurlikini saqlab qolardi. İranninki bunchalar kuchli turishning bir sirvamiz sirva. Nima uchun bunchalar kuchli turadi? Xalq nima uchun ayrilib ketmadi yoki boshqa yerga o'xshash namoyish qilib chiqmadi? İran sistemisidagi bu qatam jalliq turalishi eng zo'r ilg'or qurol bilan qurollangan bir kuchdan jalliq turali sababi e'tiqodga tayanganligi uchun. Gerçi bu Şianing e'tiqodi islom aqidasi tasavvurida zalali azg'un bir aqida bo'lsa-mi, u ayrim bir masala. Bu Şialar o'zining aqidasiga sodiq qolganligi, o'zining lideriga tamamen to'liq bo'ysunib ergashadiganligi bularninki bu urushda mustahkam turishiga, jalliq turishiga eng chong turtlik rol o'ynadi. Eng ilg'or qurollarning oldida eng mustahkam turg'izgan narsa bo'ldi. Bu qurol yaroqning ko'plik emas, bularninki iymonida. Gerçi qanday bo'lsa qat'iy nazar, gerçi ahli sunna bo'lni azg'un deb qaragan bo'lsa-mi, o'zining iymonida mustahkam turganlik, chin turganlik. Bu sababdan dushmaniga bu zahiri urushda bosh egmadi, ham siyosiy hurlikini vatanni saqlab qoladi. Bu ikkinchi mulohaza. Uchinchi mulohazada İran, Qatar, Arabiston, Kuvaytning iqtisod manbasiga ig'ir darajada ziyon yetkazdi. Bu orqali Arab dunyosidagi o'zining e'tiborini taqimi tushirdi. İslam dünyasiga e'tiborini tushirdi va bu davlatlar bilan bo'lgan diplomatiya va boshqa munosabatlarni eng nachar holatga eltib qo'ydi. Bu asar bir nuqtaga kelmasligi mumkin. Haqini vallohu alam. Bu urushdagi qisqacha o'taydi. To'rtinchisi, bu urushda İran, Xitoy va Rossiyaning munosabat ilgari qargan chog'da kuchlandi. Ilgirimi kuchliqdi, bu qatam taqimmi kuchlandi. Xo'sh. Biz biroz ekan to'xtamiz. Garchi bu urushda Rossiyaning qo'li istixborot jihatdan kuchli bo'lsa-mi, yardım, maxfiy yordamlar ko'p bo'lgan bo'lsa-mi, ammo bu uch taraflama kuchning munosabati
kuchlandimiz. Urush vaqtida kim esqatgan bo'lsa, buning munosabatning kuchlanganligi bu siyosiy nazariyada oshkor emas. 5-chi mulohaza, bu urush eng ko'p kim foydali degan savol chiqadi. Mening nazarimda eng ko'p foydag'ini Xitoy. Rus foydali, iqtisoddan foydali. Masalan, embargo amaldan qoldi. Ikki yildan beri Ukraina urushida yo'l qo'ygan, neft satmaysan, uni qilmaysan, buni qilmaysan degan embargo, neftni ochsan, xohlaganini qilsan deganim bilan iqtisod jihatdan foydali, ammo uningdan bakrak foydag'ini Xitoy foydali. Bu nereden foydali degan savol chiqadi. Xitoy yuaniningki xalqaro sohada dollarninki o'rnini besish mumkinchiligi yo'l ochildi. Bir qancha kunda Farqda uchun men dollar olmaysa yuan ekilsan. Demak bu Xitoyninki pulininki xalqaro sistemada dollarning o'rnini besishga birinchi qatam bu urush sababi bilan imkoniyat, sharoit tug'ildimi, tug'ildi. Undan boshqa Xitoyninki bir qism qurollari Xo'sh. va texnikalarininki bu urushda maxfiy rol o'ynagan bo'lishi kuchli ehtimol. Men keskin dalilim yo'q buningga. Quroli bormi, ishlatmadimi nagicha, ammo men kuchli ehtimol deb qarayman. O'tgan yili İran bilan Isroil to'qinishgan vaqtida u zaten shakli bir musulmonlar aldash uchun bo'lgan to'qinishdi. Shu atgan bo'lan nima atdi degan? Salata alaqatdi. Adam yo'q yerga tushdi. Adam yo'q. Bu o'tgan yili İran'ninki İsrail'e atkan bu raktalari 8 saatte bağın. Bu qatim bir yilning ichida İsrail'e atayotgan raktalari yoki pozlari 7 minut beradi. Bir yilning ichida bu qadar tez sakrash texnikasi nereden keldi? Kim berdi? Amerika berdimi desa? Yo'q. Burun bergan bo'lsa bu qatim qilsa. Rus berdimi? Rusdimi u qadar kuchli bir holat, balki biraz bo'lishi mumkin, u qadar kuchli olmasin mumkin. Buni tiziltayotgan bir texnika bor. Bu texnika nereden keldi? Buningdan Xitoyninki bu urushdagi oq tarafda qo'lining bog'liqi bu oshkor, meniki nimamda. Balkim boshqalarning tasavvuri, balkim ba'zi bir mulohazachilar, ba'zi bir mutafakkirlar bu urush Amerika bilan nimaning urushi deb qaraydi. Xitoyning urushi. Bu oq parda ekan. Lekin zohiriy bo'lgan, oshkor bo'layotgan nahmaydan o'qib, mana e'tiborimiz oxir qismi emas. Xo'sh. Shu eng cho'ng foydag'ini ziyon tortmay bu qatam Xitoy bo'ldi. 6-chi mulohaza, bu urush eng jiq ziyon tortgani, eng bichoralar tushib qolgani bo'lsa Isroil. Bu urushni kim boshlatdi? Isroil boshlatdi. Ma oxirgi qatimliq urush to'xtatish kelishimda Isroil meydonda siqib chiqarildi. Siyosiy jihat yetim qoldirildi. Urush to'xtatamdi, to'xtatmam degan bu ustalda Isroil tamamen bu supurib chiqarildi. Bundan İsrail'ninki siyosiy sahnada qanchalik ziyon tortganini ko'rib olindi. Ham bu Isroil davlat deb da'vo qilib qurilgan tartib eng og'ir zarba yegan vaqtda bu qatim bo'ldi. Xo'sh. Harbiy jihatdan, siyosiy jihatdan, istixborot jihatdan eng og'ir zarbaga bu qatim İranning qo'li bilan uchirdi. Uni esa İsrailninki Arab islom dunyosidan to'xtamay qo'rqitib kelgan temir qalqon sistemasi İranninki oddiy uchiqsiz dronlarni oldida o bardoshlik berolmaydigani, uning bir qattiq bir karomat binasi emasligi namoyon bo'ldi. Ilgari namoyon bo'lgan, bu qatim taqimmi namoyon bo'ldi. 8-inchisi Amerikaniki dunyoni qo'rqitib, hayvsalayotgan qurollar bor. F-35 ga o'xshash, avtomatikasiga o'xshash va boshqa. Bu qurollarning hayvati bu qatim bu urush tushib ketdi. Tushdi. Oddiy demayli, lekin normal saviyadagi bir qurollarning oldida zarba yeyishi Xitoy va Xitoyga o'xshash bir qism davlatlarda Amerikaning hayvasiga jur'at qilish, ruhin shakllantirish mumkin emas mumkin. Kesib deyamiz, chunki bu qatim urushda bu qurollarning qanchalik bir kuchga egaligi, buningki kuch-quvvat nuqtasi, ozlik nuqtasi bu oshkor bo'ldi, oshkor bo'ldi. Demak, boshqa davlatlar bu İran janida taqobil tug'an yerda boshqa birlari biz manda qilishimiz deydigan bir nimaga
o'ylab qolish mumkin. 9-inchisi bu urushda sun'iy aqlniki, yoki sun'iy idrokniki bu tashviqot sohasiga rolniki naqadar muhimligi, naqadar cho'ng rol o'ynaganligi hammalarga oshkor bo'ldi. Chiqayotgan ko'rinishlar, filmlar, bir-birini masxir qilishlar, rost xabar chiqib qolib, yolg'on xabarning chiqishi bu sun'iy aqlniki, mayli istixborot sohasi bo'lib qolsin, yoki tashviqot sohasi bo'lib qolsin, buning rolini naqadar cho'ng rol o'ynaganligini ko'pinchalarimiz buni his qilib yetdi. 10-muloyiza Jotlar bizning tilimiz mashhur bu ya Isroilda. Qur'oni Karim bularning sifatlari oshkor. Bu meningki dinim emas. Biz barliqmiz Qur'onni o'qiydigan, Qur'on tushungan kishilarnikida bu yahudlarning qanday bir qavm ekanligi Qur'oni Karimda bizning aqidamiz oshkor. Payg'ambarning qotillari, va'dasi tutmaydiganlar degan o'xshash sifatlari bu oshkor. Bu mashhur bo'lganda bu shialarning ichida aqida ozg'unligi mashhur. Ahli sunna musulmonlar nazarda bu shianing aqidasi buzuq deydigan. Gerçi islom doirasidan chiqib ketmagan taqdirda musulmon deb qaralgan aqidasi ozg'un deydigan bu ish ma'lum menga mashhur. Shuning bilan birlikda Safaviy zamonidan tortib 15-asrda bu shialar davlat bo'lib shakllangandan tortib ahli sunnaga bir foyda kelmaganligi mashhur. Bu ma'lumotni yoki ma'lumot deymaydi, bu haqiqatni bilish muhim bir masala. Bu masala. Endi bu har ikkilisidan qancha manfaat to'qinishiga nisbatan. Xo'sh. Boshqa temaga. Manfaat mushulardan va boshqalar foydalanish masalasi keldi. Bu ikkisiga qarasak, ikkisininki o tarafi bor. Bundan foydalanig'ini bo'lamdi, bo'lmamdi. Foydalanish qanday foydalanish lozim? Foydalanib qanday qaraldi degan bu savol tushdi. Bu masalada yuqorida degan, yuqorida o'tirib qo'ygan prinsipal masalani ching turib, ya'ni boshqa musulmon qarindoshlar ziyon yetkazmagan asosda foyda ziyon selishtirish tushanchisini obdan o'zlashtirib, fursat ve imkoniyat topib qolsa foydalanish u ayrim bir masala. Uning yo'l ochiqmas, yo'l ochiq. Bundan xarakteri bu, ahvoli bu. Lekin biz bir millat o'la suftimiz bilan buldim foydalansak bo'lamdi degan bir savol chiqdi. Bizning qoidasi garchi yuqori degan bo'lsak yana deymizki, boshqa musulmonlarga ziyon yetkazmagan asosda foyda ziyon tushuncha asosida foydalanish fursati yo'li bağımsız. Belki buna olan nurgun mesele oydonlashishi mumkin qarindoshimizning kallasida. Bu ikki masalani ayirib etmagan vaqtida masala juda chiqdi. Oxirgi 5-gina tugtayli. 11-muloyiza Amerika generallari, urush ministri yoki mudofaa ministri. Bular Injil shuarini ko'tarib chiqdi. Burunmu kötürdüp çıktıgettik, bu qatim taxımı aşkar İncil şuarını kötürüp çıktı. Aqsarayda poplarınki hareketleri, faaliyetleri ne kadar güçlü ekanligi bu qatim hammaylar ko'rdi. Bu nimani ko'rsa bo'lsa, bugun bu ijtimoiy faoliyatimizda, aqida ko'rishimizda, vatan millat bu ko'rishimizda biz islomning ko'rsatmasi bu, musulmondachilikning ruhi bu, Qur'on sunnatni ko'rsatmoq manda ish qilsa qo'ldisa, bu ish deganga dinni aralashtirmaydigan, musulmondachilikni aralashtirmaydigan, Qur'on sunnatning gapini qilmaydigan deb chiqanshiydigan bir qism Uyg'ur tilliklar. Bular bundan ibratni obdan olish lazım, obdan bir dars olish lazım. Aslında akıllaring bu yerda Injilning shuari bilan ish qilyapti. Sen cho'ng biladigan yon birlar Talmudninki, Tavratninki ko'rsatmasi bilan jang qilyapti. Bir yerda qistirib o'tib ketishlik bir masala. Amerikada ikki xil yo'linish bor. Agar shu to'g'ri bo'lgan bo'lsa, birisi Hazreti İsa alayhissalomninki maydonga kirishini, ya'ni dunyo qaytadan tushishini tezlashtirish uchun urush qo'zg'ab, bu Arab dunyosini tamamen İsrailni qo'liga o'tkazib, saha hozirlab Beytul Muqaddasdan İsrailning markaziga aylantirish lozim. Shu vaqt İsrail Hazreti İsa alayhissalom tez tushdi, buning fursat hozirlash lozim deydigan bu aqim bor. Bu buda bo'layotgan jangning bir qismini qo'llaydiganlar balki shu bo'lishi mumkin. Yana bir qismlari biz bir Amerika bir cho'ng davlat, necha vaqtdan 50 yil mobaynida xato adashmasam, yo 70 yilmi, 50 Angliyadan kelgan dunyoning saqchisi bo'lgan.
Bizni tahdid olayotgan bir kuch bor. Rus debdi, Rus qulab qoldi. Bu Xitoy tahdid oladi, uni bilan tutsak ol deydigan bir aqim bor. Bu ikki aqim orasida cho'kilib yuradi. Bu Amerikaningki siyosati. Birisi ayanda, birisi mayanda. Bu balki yuqorqi Amerika siyosiy injil shuarlarga balki munosabatli bo'lsa kerak. Shuni qistirib qo'ydim. O ikkinchi mulohaza G'albi Nusratninki moddiy sabablar bo'lgandek, ma'naviy sabablar bor. Ma'naviy sabablar bo'lgandek, moddiy sabab har ishkilasiga tang tutib menish lozim. Yuqorida ishorat qilib o'tgandek, İran gerçi aqidada, xato aqidada bo'lgan bo'lsa-mu, lekin o'zining aqidasi sodiq qilganligi va uning mustahkam esilganligi, chin dilidan o samim bo'lganligi, hattoki cho'nglar o'lsa-mu, normal odamlarmi biz bu yo'lga pida deb, agar gaplar rost bo'lib qolsa 20 million odam askar bo'lishga tizimlat o'ch degan gaplar xabar kangri raislarninki. Bu aqidaninki muhim qurol ekanligi. Agar aqida jonliq bo'lsa, küçük bir ideologiya bo'lib qolsa, eng ilg'or zamonaviy qurolning oldida moddiy sababchori bilan taqobil tura oladiganligi. Bu iymon qurolidan, bu ma'naviy quroldan voz kechgan bo'lmaydiganlikdan iborat. Bu mulohazni yoki bu darsni chiqardim. Xo'sh. Ko'p rahmat tafsili odatda so'z bo'ldi.